Assalomu alaykum. 3 xil holatda bosh kiyim bo'lishi shart o'rtoqlar. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor qilmaydi va oqibatda ruhiy holatida ko'plab noxush holatlar yuzaga keladi. Birinchisi, ovqatlanayotganda shartli ravishda bosh kiyim bo'lsin. Ikkinchisi hojatxonada. Uchinchisi esa uxlayotganda. Ha, adashmadinglar. Uxlayotganda ham haligi latta, setishni to'qilgan do'ppilar bo'ladi-yu, ana o'shani kiyib yotish shart. Erkaklar ham, ayollar ham. Endi ayollarga yengilgina shunday sochini orqa tarafidan, haligi hibi materialdan ro'molchalar o'rib yotsin. Asosiysi boshi mana bu qismi yopib bo'lishi shart. Ovqatlanayotganda, hojatxonada hamda uxlayotganda. Keyin yana asosiy bitta masala bor. Biz ovqatdan oldin qo'lni yuvamiz-yu, ovqatdan keyin qo'lni yuvmaymiz. Mana shu ham bizning katta xatoyimiz. Bugun holat yomon deydi. Bugun holat yomon.